Fabrizio Romano O'zbekiston termasini oltin to'p sohibi boshqaradi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Fabrizio Romano o'z Twitter'da Fabio Cannavaroning O'zbekiston terma jamoasini boshqarishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Tomonlar kelishuvga erishgan 24-48 soat ichida hujjatlar rasmiylashtiriladi. Cannavaro dushanba kuni bo'lgan taklifga rozilik javobini bergan deb yoziladi ma'lumotlarda. Cannavaro 2006-yilgi oltin to'p sohibi hisoblanadi. Yaqin orada Fabio Cannavaro O'zbekiston termasi bosh murabbiyiga aylanadi. Olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, Ufa italiyalik murabbiyga 1+4 ko'rinishda shartnoma taklif qilgan va bu yaqin 1-2 kun ichida imzolanadi. Hozirda O'zbekiston termasini boshqarayotgan Temur Kapadze esa jahon chempionatida Fabio Cannavaroga yordamchi bo'ladi, deyiladi xabarda. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat Linebetda olishingiz mumkin. Ekstra 25 prim mugudi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Linebet havolasini video ostida qoldirdim. Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lishiga taniqli jurnalist Qahramon Aslanov o'z fikrlarini bo'lishdi. Menimcha hech qachon murabbiylik qilmagan, kecha faoliyatini tugatgan kim bor? Pepemi, Kroos yoki Marcelomi, Jonni Evansmi? Kim bo'lsa ham agar shulardan biri O'zbekiston terma jamoamizga trener qilib tayinlanganda ham umid bo'lardi. Kichik kim bo'lsin, balki g'oyalar bordir, bilmaymiz. Futbolchilikni tugatib, murabbiylik qilib ketgan va muvaffaqiyat qozongan misollar ko'p-ku, to'g'rimi? Hatto Jaloliddin Masharipov boshqararkan deyishsa ham nimadir bor, balki o'xshab ketsa zo'r bo'lardi deyishga ilinj bo'lardi, bilmaymiz. Jaloliddinning ham zo'r salohiyati bordir. Ermatov o'zini o'zi tayinlaganda ham aytardim. Iste'dodli odam, hakamlikni eplagan, buni ham uddalaydi. Eng yomoni shundaki, Fabio Cannavaro kecha faoliyatini tugatmadi. 15 yil bo'ldi. Shundan keyin biz murabbiy Cannavaro haqida eshitmadik. Inzagini eshitdik, Gattuzoni, Pirloni eshitdik, uni eshitmadik. Demak, muvaffaqiyat qozonmaganki, o'ylab yurganlar o'xshamaganki, shu paytgacha ko'rmadik, eshitmadik. Bizda o'xshab qolar deb umid qilish yana qiyin emasmi? Bu ko'rkorona ishonish deyiladi. Nachora, ko'rkorona umid qilish yozilgan ekan, ko'rkorona umid qilamiz. Qaniyda adashsam deb yozadi Qahramon Aslanov o'z Telegram kanalida. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasini yangi bosqichga olib chiqa oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa bir dona like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.